Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pasport va ID karta bilan bog'liq yangi tartiblar, ayniqsa yoshi ulug' fuqarolarimiz uchun nimani anglatadi? Bu ma'lumotni o'tkazib yubormang. Chunki bitta kichkina e'tiborsizlik pensiya olishda, bankdan pul yechishda, notariusga borishda, shifoxonada hujjat topshirishda yoki chegaradan o'tishda katta muammoga aylanishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Qariyalar nimalarga tayyor turishi kerak? Kimlar shoshilishi kerak? Kimlar esa vahima qilmasa ham bo'ladi. Videoni hoziroq like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlarni vaqtida bilish har bir oilaga kerak. Ko'pchilik fuqarolar, ayniqsa yoshi katta otaxon va onaxonlarimiz pasport masalasida shunday o'ylaydi. Pasportim bor. Muddati tugamagan, menga hech narsa kerak emas. Aslida masala faqat pasportning qo'lda bor yo'qligida emas. Bugungi kunda davlat xizmatlari, bank tizimi, pensiya jamg'armasi, tibbiyot muassasalari, notarial idoralar va hatto mobil aloqa operatorlari ham shaxsni tasdiqlashda hujjatning turi, muddati, ma'lumotlarning elektron bazadagi holati va biometrik mosligini tekshiradi. Avvallari ko'p ishlar oddiy pasport bilan, ba'zan esa faqat pasport nusxasi bilan ham bitardi. Mahallada tanish-bilish orqali falonchi aka, falonchi opa deb ish yuritilardi. Hozir esa tizim raqamlashgan. Sizning familiyangiz, ismingiz, tug'ilgan sanangiz, JSHR raqamingiz, yashash manzilingiz, pasport seriya va raqamingiz elektron bazalarda mos kelishi kerak. Agar bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa ham, bank xodimi operatsiyani to'xtatib qo'yishi mumkin. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa, notarius hujjat rasmiylashtirmaydi. Agar eski hujjat yangilanishi kerak bo'lsa, ayrim davlat xizmatlari ko'rsatilmasligi mumkin. Hukumat tomonidan qabul qilingan o'zgarishlarning mohiyati shundan iboratki, fuqarolarni zamonaviy ID karta tizimiga o'tkazish, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni yagona elektron tizimga moslashtirish, yoshi ulug' fuqarolar uchun ortiqcha ovoragarchilikni kamaytirish va hujjatlarning amal qilish muddatini aniq tartibga solish ko'zda tutilmoqda. Bu o'zgarishlar oddiy fuqaroga mayda ko'rinishi mumkin, lekin amalda juda katta ahamiyatga ega. Avvallari ko'pchilikda biometrik pasport bor edi. Bu pasport ichki foydalanish uchun ham, chet elga chiqish uchun ham ko'p yillar asosiy hujjat bo'lib xizmat qildi. Keyinchalik ID karta joriy qilindi. ID karta bu plastik shakldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lib, unda fuqaroning asosiy ma'lumotlari elektron tarzda ham saqlanadi. U oddiy pasport kitobchasidan ixcham, ko'tarib yurishga qulay va raqamli xizmatlarga mosroq. Yangi tartibda fuqarolarning eski pasportlari bosqichma-bosqich ID kartaga almashtiriladi. Bu degani ertaga hamma pasport bekor bo'lib qoladi degani emas. Lekin muddati tugayotgan, yaroqsiz holga kelgan, yo'qolgan yoki ma'lumotlari o'zgargan pasportlarni endi eski ko'rinishda emas, amaldagi tartib bo'yicha ID karta shaklida rasmiylashtirish talab qilinadi. Yoshi katta fuqarolar uchun eng muhim masala shuki, hujjat muddati, sog'liq holati, borib kelish imkoniyati va elektron bazadagi ma'lumotlar alohida e'tiborga olinadi. Ayrim hollarda keksa fuqarolarga hujjat berishda muddat masalasi yengillashtirilishi, ularni tez-tez almashtirish majburiyatidan ozod qilish yoki jarayonni soddalashtirish nazarda tutiladi. Lekin bu avtomatik ravishda hech qayerga bormasam ham bo'ladi degani emas. Agar sizning qo'lingizdagi hujjat muddati o'tgan bo'lsa, ma'lumotingiz eski bo'lsa yoki bazada xatolik chiqsa, baribir murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 7-2 yoshli fuqaro biometrik pasportini 2010 yilda olgan bo'lsa va unda amal qilish muddati 2024 yilgacha deb ko'rsatilgan bo'lsa, bu hujjat muddati tugashi bilan u yangilanishi kerak. Agar u bankka borib omonatini yechmoqchi bo'lsa, bank pasport muddati tugagan deb operatsiyani rad etishi mumkin. Fuqaro men 7-2 yoshdaman, meni tanishadi desa ham, bank xodimi qonun bo'yicha ishlaydi. Chunki bank uchun asosiy narsa shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat. Yana bir misol, 68 yoshli onaxon pensiya kartasini almashtirmoqchi. Bank xodimi tizimga ma'lumot kiritganda pasport seriyasi eski, manzil ma'lumoti yangilanmagan, ID karta yo'q. Natijada bank uni migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yuboradi. Onaxon buni meni ovora qilishyapti deb qabul qiladi. Aslida esa muammo bazadagi ma'lumotlar va hujjatning amaldagi talablarga mos kelishida. Birinchi navbatda pasport muddati tugashiga yaqin qolgan yoki allaqachon muddat tugagan fuqarolar e'tibor berish kerak. Pasportingizni ochib, amal qilish muddati qaysi sanagacha ekanini tekshiring.
Agar muddat tugagan bo'lsa, uni cho'zib yurish xavfli. Chunki bu kundalik hayotda kutilmagan to'siqlar chiqaradi. Ikkinchi guruh pasportidagi ma'lumotlari o'zgargan fuqarolar. Masalan, familiya o'zgargan, nikohdan keyin hujjatlar yangilanmagan, yashash manzili boshqa joyga ko'chgan, lekin hujjatda eski manzil turibdi. Ayrimlar men 20 yildan beri shu uyda yashayman, lekin propiskam boshqa joyda deydi. Bugungi raqamli tizimda bu farq muammo tug'dirishi mumkin. Uchinchi guruh pasporti yaroqsiz holga kelganlar. Qog'ozlari yirtilgan, surati xiralashgan, yozuvlari o'chgan. Muhrlari ko'rinmay qolgan hujjat bilan davlat idoralarida ish bitirish qiyinlashadi. Ayniqsa keksa fuqarolar pasportni ko'p yillar davomida sumkada, cho'ntakda, dori daftarlarining orasida olib yurishadi. Natijada hujjat eskiradi. Agar bank skaneridan pasport o'qilmasa yoki xodim suratni aniq solishtira olmasa, xizmat ko'rsatish rad etilishi mumkin. 4-guruh mulk, meros, hadya, vasiyat, oldi sotdi kabi notarial ishlari bor fuqarolar. Masalan, 75 yoshli ota o'z uyini farzandiga hadya qilmoqchi. Notarius birinchi bo'lib shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tekshiradi. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa, ish to'xtaydi. Bu holatda ota avval ID karta yoki amaldagi hujjatni rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Bu esa qo'shimcha vaqt oladi. Agar bitim shoshilinch bo'lsa, masalan, farzand kredit olishi kerak bo'lsa yoki uy garovga qo'yilayotgan bo'lsa, bir necha kunlik kechikish katta muammoga aylanadi. 5-guruh chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. Bu yerda ichki ID karta bilan xorijga chiqish hujjatini adashtirmaslik kerak. ID karta mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Chet elga chiqish uchun odatda xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ba'zi fuqarolar ID karta oldim, endi Rossiyaga, Turkiyaga yoki boshqa davlatga ketaveraman deb o'ylaydi. Yo'q, bu alohida masala. Agar safar rejangiz bo'lsa, oldindan xorijga chiqish pasportingiz bor yo'qligini, muddati yetarliligini tekshiring. Agar sizning hujjatingiz amalda bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa va kundalik ishlaringizda hech qanday to'siq bo'lmayotgan bo'lsa, darhol vahima qilib navbatga yugurishingiz shart emas. Lekin tekshirib qo'yish shart. Men har doim shuni aytaman. Hujjat masalasida eng to'g'ri yo'l muammo chiqqandan keyin yugurish emas. Muammo chiqmasdan oldin tayyor turish. Misol uchun siz 65 yoshdasiz, ID kartangiz bor. Amal qilish muddati yana 7 yil. Bank kartangiz ishlayapti, pensiyangiz tushyapti, notarial ishingiz yo'q. Bunday holatda sizning asosiy vazifangiz hujjatni ehtiyot qilish. Muddati tugash sanasini yozib qo'yish va ma'lumotlarda xatolik yo'qligini tekshirish. Lekin agar sizning pasportingiz 3 oy ichida tugasa, unda oldindan murojaat qilganingiz yaxshi. Chunki oxirgi haftaga qoldirsangiz, navbat bayram kunlari texnik uzilish yoki sog'liq sababli kechikish yuz berishi mumkin. Birinchi nozik jihat, pasport yoki ID karta faqat rasmiy qog'oz emas. U sizning deyarli barcha huquqlaringizga kirish kalitingiz. Pensiya olish, bank hisob raqamini boshqarish, shifoxonada ro'yxatdan o'tish, sudga ariza berish, notariusga murojaat qilish, davlat xizmatlaridan foydalanish, telefon raqam rasmiylashtirish, bularning barchasida hujjat talab qilinadi. Demak, hujjatdagi kichik xato ham bir nechta sohada muammo tug'diradi. Ikkinchi nozik jihat, qarindoshlar nomidan ish yuritishda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda farzandlar otam yurmaydi, onam kasal. Men borib ID karta olib kelaman deydi. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat bunday oddiy tarzda berilmaydi. Chunki biometrik ma'lumot, suratga olish, barmoq izi shaxsni aniqlash jarayoni bo'lishi mumkin. Agar fuqaro o'zi bora olmasa, maxsus tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Uyga borib xizmat ko'rsatish, nogironligi bor shaxslar uchun yengilliklar, ishonchnoma asosidagi ayrim harakatlar. Buni oldindan hududingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan aniqlash kerak. 3-nozik jihat davlat boji va to'lovlar. Ko'pchilik qariyalar men pensionerman, menga bepul bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Ayrim toifalarga imtiyozlar bo'lishi mumkin, lekin bu hamma holatda avtomatik degani emas. To'lov miqdori hujjat turiga, rasmiylashtirish sababiga, yo'qotilganmi yoki muddat tugaganmi, tezlashtirilgan xizmat bormi yo'qligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin qancha to'lov kerakligini aniqlab oling. Pulni faqat rasmiy kassaga, bank orqali yoki rasmiy elektron to'lov tizimi orqali to'lang. Hech qachon tez qilib beraman degan notanish odamga qo'lga pul bermang. 4-nozik jihat. Hujjat yo'qolsa jarayon oddiy almashtirishdan farq qiladi. Agar pasport yoki ID karta yo'qolgan bo'lsa, bu haqda murojaat qilish. Ariza yozish
ayrim hollarda tushuntirish berish kerak bo'ladi. Yo'qolgan hujjat bilan kimdir noqonuniy ish qilmasligi uchun buni tezroq rasmiylashtirish muhim. Ayniqsa keksa fuqarolar bozorda, transportda, shifoxonada yoki bank oldida hujjatini yo'qotib qo'yishi mumkin. Bunday paytda balki topilar deb bir o'y ko'rish noto'g'ri. 5-nozik jihat. Hujjatdagi ism, familiya va boshqa hujjatlardagi ma'lumot mos bo'lishi kerak. Masalan, pasportda O'g'iloy deb yozilgan, pensiya hujjatlarida O'giloy deb turibdi. Yoki eski diplomda familiya boshqacha, nikoh guvohnomasida boshqacha. Bu holatlar meros, pensiya, mulk yoki sud ishlarida muammo chiqaradi. Shuning uchun ID karta olayotganda ma'lumotlarni juda diqqat bilan tekshiring. Xodim bergan ariza yoki ma'lumotnoma nusxasida har bir harfni ko'ring. Mayli, keyin tuzatamiz demang. Keyin tuzatish ko'proq vaqt va asab oladi. Birinchi vaziyat: yetim yoshli fuqaro bankdagi omonatini yechmoqchi. Pasporti 2 oy oldin tugagan. U bankka boradi, navbat kutadi. Oynaga yetganda xodim operatsiyani bajarmaydi. Fuqaro ranjiydi. Men bu bankka 15 yildan beri kelaman deydi. Lekin bank tizimi muddati tugagan hujjatni qabul qilmaydi. Natijada u avval migratsiya bo'limiga boradi, ariza topshiradi. Yangi hujjat tayyor bo'lishini kutadi, keyin yana bankka qaytadi. Agar u pasport muddatini oldindan tekshirganida bu ovoragarchilik bo'lmas edi. Ikkinchi vaziyat: yetim 6 yoshli onaxon uyini nabirasiga vasiyat qilmoqchi. Notarius hujjatlarni tekshiradi va pasportdagi manzil eski ekanini ko'radi. Amaldagi ro'yxat ma'lumotlari bilan nomuvofiqlik chiqadi. Notarius qo'shimcha ma'lumotnoma talab qiladi. Oila 2 kun ichida bitiramiz deb o'ylagan ish bir necha haftaga cho'ziladi. Sabab oddiy: hujjatlar oldindan tartibga keltirilmagan. 3-vaziyat: 64 yoshli otaxon xorijda yashayotgan farzandining oldiga bormoqchi. U ID karta olgan. Lekin xorijga chiqish pasporti yo'q yoki muddati yetarli emas. Chipta olish arafasida muammo chiqadi. Ba'zi davlatlar kirish vaqtida pasport muddati kamida 6 oy bo'lishini talab qiladi. Demak, agar safar 1 iyulda bo'lsa, pasport muddati dekabrgacha yetishi ham ba'zan yetarli bo'lmasligi mumkin. Safarni rejalashtirganlar hujjatni kamida 2-3 oy oldin tekshirish kerak. 4-vaziyat: yoshi katta fuqaroning pasporti yaroqsiz holga kelgan. Surat xiralashgan, sahifasi yirtilgan. U shifoxonada imtiyozli davolanish uchun ro'yxatdan o'tmoqchi. Tizimda shaxsni tasdiqlash qiyinlashadi, xodimlar qo'shimcha tekshiruv so'raydi. Bu holatda ham muammo davlat xizmat bermayapti emas. Balki hujjat talabga javob bermayapti. Birinchi qadam: uydagi barcha yoshi katta qarindoshlaringizning hujjatini tekshiring. Otangiz, onangiz, buvingiz, bobongiz, yolg'iz yashaydigan amakingiz yoki xolangiz bo'lsa, pasport yoki ID kartasini olib 3 ta narsaga qarang. Amal qilish muddati, ism, familiya to'g'riligi, hujjatning jismoniy holati. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki tugashiga 6 oydan kam qolgan bo'lsa, rasmiylashtirishni ortga surmang. Ikkinchi qadam: yashash manzili va ro'yxat ma'lumotlarini aniqlang. Agar fuqaro aslida bir joyda yashab, ro'yxatda boshqa joyda tursa, ayrim xizmatlarda savollar paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensiya, tibbiy xizmat, subsidiya, kompensatsiya yoki meros masalalarida manzil muhim. 3-qadam: migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish tartibini oldindan bilib oling. Ba'zi hududlarda elektron navbat bo'lishi mumkin. Ba'zi xizmatlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali boshlash mumkin. Lekin keksalar uchun eng qulay yo'l farzandlar yoki yaqinlar oldindan telefon qilib qabul vaqti, kerakli hujjatlar, to'lov miqdori va suratga olish tartibini aniqlab qo'yishi. 4-qadam: kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi eski hujjat, ariza, to'lov tasdiqnomasi. Ayrim hollarda tug'ilganlik haqida guvohnoma, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida. Shuning uchun qo'shnimdan shuni so'rashgan ekan deb emas, rasmiy manbadan aniqlang. 5-qadam: agar fuqaro o'zi bora olmasa, buni yashirmang. Qanday bo'lsa ham olib boramiz deb kasal odamni qiynamang. Nogironligi bor, yura olmaydigan yoki og'ir ahvoldagi keksalar uchun qanday tartib borligini so'rang. Ba'zi hollarda xodimlarning uyga borib xizmat ko'rsatishi yoki maxsus tartibda rasmiylashtirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buning uchun tibbiy ma'lumotnoma yoki tegishli ariza talab qilinishi ehtimoli bor. 6-qadam: hujjat tayyor bo'lgach, ma'lumotlarni joyida tekshiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHIR, jins, fuqarolik, berilgan sana va amal qilish muddatini diqqat bilan ko'ring.
Agar xato topsangiz, darhol ayting. Chunki hujjatni olib ketib, keyin xatoni aniqlasangiz, tuzatish jarayoni yana vaqt oladi. 7-qadam. Yangi hujjatni ehtiyot qiling va nusxalarini tartibga soling. ID kartani bukmang. Issiq joyda qoldirmang. Bolalarga o'yinchoq qilib bermang. Dori qutisi ichida saqlamang. Hujjatning oddiy nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Lekin asl hujjatni hech kimga garov sifatida bermang. Pasport yoki ID kartani garovga olish qonuniy va xavfsiz amaliyot emas. Pasport o'zgarishlari haqida xabar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular keksalarga qo'ng'iroq qilib, pasportingiz bekor bo'ladi. ID karta olmasangiz pensiyangiz to'xtaydi. Men sizga navbatsiz qilib beraman. Karta raqamingizni ayting, to'lov qilamiz deb aldashi mumkin. Hech qachon telefon orqali bank kartangiz kodi, SMS kod, pasport ma'lumotlaringizning to'liq nusxasi yoki shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga bermang. Rasmiy ishlar faqat rasmiy idoralarda qilinadi. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki vakolatli tashkilotlar orqali. Agar kimdir men ichkarida odam tanishman desa, bu xavfli signal. To'lovni ham faqat rasmiy tartibda qiling. Aziz yurtdoshlar, pasport va ID karta bo'yicha o'zgarishlar oddiy yangilik emas. Bu har bir fuqaroning kundalik hayotiga ta'sir qiladigan masala. Ayniqsa qariyalarimiz uchun bu juda muhim. Pensiya, bank, notarius, shifoxona, meros, safar, davlat xizmatlari bularning hammasi amaldagi va to'g'ri rasmiylashtirilgan hujjatga bog'liq. Men sizlarga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq uyda yosh katta yaqinlaringizning pasporti yoki ID kartasini tekshiring. Muddati, ma'lumotlari va holatini ko'ring. Agar shubha bo'lsa, rasmiy idoraga murojaat qiling. Oxirgi kungacha kutmang, chunki hujjat muammosi odatda eng noqulay paytda chiqadi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Pasportingiz muddati qachon tugaydi? ID karta oldingizmi? Rasmiylashtirishda qanday qiyinchilik bo'ldi? Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda sizlarga yana muhim huquqiy va amaliy ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib beraman.